18 sentabr kuni Bayda yuz bergan ko'mirkan hujumida Terak bozorliq saqchixonaning muavin boshlig'i Qurbonjon o'zini daryoga tashlash orqali jinni qutqizgan. Ashkarlanishicha, vaqada og'ir yaralangan Qurbonjon shu kuni o'zidan avval bir guruh saqchini elib yo'lga chiqqan saqchixona boshlig'i Wu Fengga yordamlash uchun bir yollanma saqchi bilan birlikda so'g'an ko'mirkaniga yetib borgan. U vaqa maydonidagi o'lik va yardalarni Bo'libmi Wu Fengning o'lganligini ko'rib huduqqan va fidoyilarning hujumiga taqobil turolmagan. Natijada u jinni qutqizish uchun naq maydondan qochib, ko'mirkonning yenidagi Qapsilang daryosiga o'zini atgan. Ma'lum bo'lishicha, Qurbonjon navbatda shu vaqada yaralangan sheriki va Xitoy ko'chmanlari bilan birlikda Baynaylik doktorxonada davolanmoqda va ahvoli xatarlik bosqichda turmoqda. Vaqadan xabardor navbatchi xodimlarning bayon qilishicha, shu kuni hujumda patparaq bo'lgan bir qism Xitoy ko'chmanlarimi yotoq binosidan o'zini sirtqa va daryoga etib jinni qutqizishgan. Tanda muxbirimiz Shuhrat O'shirning bu vaqtda tayyorlagan uchurlari diqqatinglarda bo'ladi. Wu Feng bilan munosabatinglar bormi yo'qmi burun? Vaqada o'lgan Sojang bilan bir do'stlik munosabatinglar yo'qmi? Yo'q. Wu Feng bilan qanday munosabatimiz yo'q. Qanday sirtdan taniymiz bu odamni. Qurbonjonchi, Jizdoy Qurbonjon bilan munosabatinglar qanday? Qurbonjon hamda bu bola bilan bizning boshqa munosabatimiz yo'q. Boshqa bilishni ketmaymiz. Bu bola bizdan burun shu pochta telegraf vaqtida bizdan pensiyaga chiqqan bir odamniki o'g'li. Bu balani sirtdan taniymiz. Burun bizdan kirib pensiyaga chiqqan falonchining bolasi deb bilamiz shu. Qurbonjonning ahvoli qanday? Qurbonjonning avval eg'irdaydi. Hozir doktorxonadami? Hozir doktorxonadami, uydami? Doktorxonada. Saqchilardan, ya'ni yaralangan qanchasi bor Qurbonjon bilan birlikda? Qurbonjon bilan yana bir yordam saqchidaydi-ku. U ikkisi nima uchun o'lmadi shu vaqada? Bu vaqtda sizning aniqligingiz nima? Qurbonjon u yer pasib turganmi yoki ular hujumchilar ayig'anmi bo'lni? Bu qanday bo'lgan, ular qanday aman qoldi u yerda? Ular aymi. Ulumi o daryo o'zini aytibdi deb oldi qanday? Daryo yüzüne aşı soğanınki yatak binası aldıda bir tosak var, tosaklılan derya var ayızda. Aşklar derya taş yüzüne tutuluptu da kanlık hem bu zuyada meydan doğmağan ikin hem de. Yani hazır aman kalgan sakçı Qurbonjon derya özünü taşlap tutulup kalgan yapma. Sizin bilişinizde. Ulum ucum uçurgan doğru. Bonus undaq eğir doktorxan kirip kalmasdı. Bu derya özünü taşlap tutulup kalganlar bu sakçılar mı yoki işçilarning ichidan bormi? Yoki sakçılarla shunday qilgan gapmi? İşçilar bor doğru. Bu derya bilan so'g'anniki shu darvosining orliq qanchalik bor? 20 metr kam. Bu yaralangan sakçı qancha? Yaralangan sakçı. Shu o'zini daryoga tashlab qutulib qolgan yaralangan sakçılar qancha? Bizim mengo ham Qurbonjon bilan beni bir sakçı deb oldim. İkisini deb oldingizmi? Bularning endi qurol yo'qmi? Nima uchun bular qarshi tarafga taqobil turolmaydi? Nima uchun o'zini daryoga tashlaydi? Yoki qarshi tarafning qo'lida qurol bormi? Bu sakçı bo'lgan ekan, jiddiy ish degan ki ulim qurol Sojang bo'lgan ekan, chuqum uning qurol bor albatta. Ama o'diqib ketgan. Bu Wu Feng bilan bu tang yo'lga chiqqanmi yoki ilgirki yo'lga chiqqanmi bu? Qurbonjon. İlgirki o'xshaydi. Avval Wu Feng beribdimi? Avval Qurbonjon beribdimi? Aldıda Wu Feng Sojang baga o'xshaydi. Wu Fenglar o'lgandan keyin, uningdan keyin bu aqsidan yordamga bu Qurbonjonlar kelgan, shundaqmi? Meni olishim shundaq. Anda Qurbonjonlar qarshi tarafning kuchliligini ko'rgandan keyin o'zini daryoga etib qutulgan, shundaqmi? U yerda qarshilashib bu qildimi, uni uqmadim, lekin tartibga chiqib qutulganni. Bu yotoq binosidan o'zini tashlab qutulish imkoniyati yo'qmi? İşçilarning. Aldı tarafdan, chuqum alt tarafdan kirdi-da, alt tarafdan kirib, keyin tarafga osti buldu. Yüzünü şu binadan osti buldu. O binadan o'z nasına tushdi. Binadan o'z nasına tushdi. Daryoga tushdi yoki boshqa narsa bormi shu yerda? Yo'q, daryoga tushmaydi. Keyinda binoning keyin boshliq bor, adraq. Onda Qurbonjonning bu Jizdoyan Qurbonjonning o'zini daryoga tashlab qutuldig'ini qargan chaqda buni Qashqarni yoki bu gumondorlar bilan uchrashga yirib yotoq binosi emas, yotoq binosining sirti o'xshamam demsa, sirtida bo'lamdi. Sirtida menimcha ashyoqligi yotoq binosining old tarafidagi maydonda aşağıda bo'lishi mumkin. U yerdan bo'lsa, u yerga berib qo'yishmi binosi qilyapti ular. Demak, bular Wu Feng o'lgandan keyin yordamga kelgan saqchilar bular. Qurbonjonlar daryoga o'zini tashlaganlar. Meni olishimcha undaqqa oldida Sojangniklar keyindan Qurbonjonlar kelganlar. Qurbonjonlar qanchasi kelibdi Qurbonjonlardan? Qurbonjon kelgan chaqda.
Kinqatim şu ikisi o'xshaydi. Bular Wufuning o'lganligidan xabar tepib kelganmi yoki xabarsiz oldi kelganmi? Xabar tep kelgan. Xabar tep shun kelganda ya oldida ul tayyorlik bo'lgandan olmanib uning kengilni bostirib uli bo'lgan bo'lishi mumkin. Shunga o'xshagan. Bu qitim o'lgan yaralanganlarning ichida bolalar, o'smirlar yo'qligi haqida gap bormi jamiyatda? Ya. Maktabda hozir bolalar yo'q degan gap, ta'til qo'yib o'taylik, shundaymi? Maktabda bolani tepida Xanzu maktabati ashada o'tkab, o'sha yetkilyapti. Asha dars maktab Xanzu maktabda o'qiyotamdan bu bolalar. Asha Torsovati, tepsi Torso taytdi Xanzu maktabda. Xanzu maktab bozor yig'ib ketgandikan. Terak bozoridan boshqa Naydin kelgan saqchilarning ichidan, harbiylarning ichidan o'lgan, yaralanganlar bo'ldimi, bo'lmadimi? Keyin vaqa yuz bergandan keyin shunday. Vaqa yuz berib bo'lgandan keyin yana bu ko'chparinga yana yaralanganlar borki, saqchildan qiladigan degan gapni oldim hamda. Ola yaralanganlar degan shu vaqadan keyin charlash jarayonida, tekshirish jarayonida yaralanganlarmi yoki shu naq vaqa yuz bergan chaq naq maydonga kelgan chaqdimi? Charlash jarayonida. Doktorxonaning ichida bir qancha kundan beri o'lganlarning yo'qligidan xabaringiz bo'ldimi? Ya, u to'g'riliq bir uni oldim. Ammo Qurbonjonning ahvolini eg'ir dedingiz. Shuning izohatimizmi? Qurbonjonni bu doktorxona qaysi doktorxonaga olgan? Naylik doktorxonada dedi-ku. Shu kuni yaralanganlardan izliq doktorxonaga aytilganlar yo'qmi? Bu yerga kelmadi Xudoyna. Shundaymi? Hammasi Nayga o'tkaldi. Naylik doktorxonaga. Qancha doktorxona? Birli doktorxonaga o'tkalgan gapmi, ikkimi? Ya bir qancha qismi? Men Naylik doktorxonada oldim. Shu kun senimdan bilishimcha boshqa kasal hech qanday kasal ko'rmabdi. Hammasi shu vaqa yuzlagan kasalni bir taraf qo'yibdi deb shu gapni olganman. Ya'ni shu kuni doktorxona shunda bo'ldi-ku. Shu kuni shu doktorxona shu vaqada yaralanganlardan boshqa hech qanday nimani og'riqni qabul qilmabdi. Shundaqmi? Hurmatli radio anglag'uchilar. Baynaylik doktorxonaning vaqa yuz bergan kuni shu vaqada yaralanganlardan boshqa bemorlarni qabul qilmaganligi va bizning o'tganki ziyoratlarimiz davomida mazkur doktorxona xodimlarining jiddiy va alohida pozitsiyasi mazkur vaqada oz deganda 50 kishining o'lganligi va 50 dan ortiq kishining yaralanganligi haqidagi uchurning to'g'riligini yana bir nuqtadan dalillamoqda. Kanalimizga zavg'an bo'ladigan tarix bergan barliq qarindoshlarımızdan Allah razı olsun. Qarindoshlarımızdan yaqindan qo'llab quvvatlashi, tarixni berilishi, hammalarga bilan texnik güzel programmalar o'tirib chiqsa, hammadan Allah razı olsun.